Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hammaga xayrli kun. Bugungi obzorimizda jentirab qo'yamiz. Oldidan udar bo'lgan. Zazonlari qochgan, kapotimiz bukilib qolgan. Kapotimizni o'zini chiqarib berishga olib qo'yganmiz. Kuzovchi akamiz zazonlarni keltirib chiroyli qilib chiqarib beradi-da. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga xayrli kun. Olib qo'ygan jentira mashinamiz tayyor bo'ldi. Oldidan udar bo'lgan edi. Oldi mordani ponechi ochib, chiroyli qilib zazorlarni keltirdik. Kapotni miyatinasini chiqardik. Zazorni kuzovchi akamiz qilib berdilar. Biz miyatinasini qildik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Adresimiz 25-20 Bolsheviy. Bizni 5 kunlik mehnatimizni baholab ketishni unutmaysizlar.